Bakara suresi tefsiri 35. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şirahli sadri ve yessirli emri ve hlul uqdeten min lisani yefkahu kavli. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlığa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsirinden Uygurca tercümesinin Bakara suresinin 35. ayetinden başlayıp okuyayımız inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Biz Adem'ge, ey Adem, sen xotunun, yani Havva bilen cennet turunla. Cennetki nerselerden halıqının laça keng taşa yep içinla. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, yani mevsida yemanglar. Bo'lmasa o'zanglarga zulm qilg'uchilardan bo'lib qolasizlar dedi. Şeytan o ikisini tiyildirdi. Yani men'i qilingan daraxtning mevasini yegizib xatolashtırdı. Turayotgan jannatdan chiqardi. Ademga, Havvaga, Iblisga bir-biringlar bilan o'chak echgan holda jannatdan yer yuziga tushinglar. Yer yuzida vaqtliq ajilinglar to'shqicha yerlashinglar va ne'matlardan bahramand bo'linglar dedi. Adem alayhissalomning yana bir qitim hurmatga sazovor bo'lganlik. Allah farishtalarni Ademga sajda qilishga buyurib bo'lgandan keyin Ademga jannatning xohlagan mevalaridan to'yg'icha yeyishga, xohlagan yerda turishga yo'l qo'yganligini xabar qildi. Hafiz Abu Bakr ibn Mardavi Abu Zar radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qildi. Men ey Allohning payg'ambari, sizlar Adem alayhissalomni payg'ambar deb qaramlar deb so'rasam, payg'ambar alayhissalom mundaq deb javob bergan edi. Ha, Adem otimiz bo'lsa, Allah onunla 100 turane söz qilgan payg'ambardir. Allah onunla 100 turane söz qilgan payg'ambardir. Allah onunla sözlep mundaq dedi. Sen xotunun, yani Havva bilen cennette turunla. Havva ananın Adem aleyhisselam cennetke kirishten burun yaratılganlığı. Ayetinin mezmuni Havva ananın Adem aleyhisselam cennetke kirishten burun yaratılganlığını uqturdu. Şunun için Muhammed İbni İshak mundaq deydi. Allah Teala İblis'e kayıp bulup Adem'ge yüzlendi ve onunla bütün nerslerinin isimlerini öğretti. Andın mundaq dedi. Ey Adem, ulağa bu nerslerinin namlarını eğitip bergen dedi. Adem ulağa bu nerslerinin namlarını eğitip bergen çağda Allah, men sizlarga osmonlardagi ve zimindagi g'ayblarni hakikaten bilib turman, oshkora ve yoshirin ishinglarni bilib turman demaganmidim? Muhammed İbni İshak mundaq deydi. Yahudi ve Musulman olimlardan bizga yetgan xabarga qaraganda Adem alayhissalomni mugdek tutgan paytda Allah onun sol tarafidagi qovurg'isidan birini ilib onun o'rnini go'sht bilan to'ldirib qo'ydi. Allah Teala Adem alayhissalomdan elingan qovurg'idan Havva anani yaratib bo'lg'icha Adem alayhissalom uyqusidan uyg'onmadi. Ondan Allah Havva anani Adem alayhissalomning unisi o'lpat ilish uchun chiroyli bir ayol qildi. Ondan Adem uyqusidan uyg'onganda Havva anani ko'rib, mening go'shim, qinim ve ayolim dedi. Shuningdan keyin uning bilan unisi o'lpatda bo'ldi. Allah Havva anani Adem alayhissalomga juplab qo'yganda uningga mundaq dedi. Ey Adem, sen xotunun, yani Havva bilan jannatda turinglar. Jannatdagi narsalardan xohlaganinglarcha keng tasha yeb ichinglar. Bu daraxtga yaqinlashmanglar, yani mevasidan yemanglar. Bo'lmasa o'zinglarga zulm qilg'uchilardan bo'lib qolsizlar.
Adem aleyhisselamni sınaş. Allah Teala'nın halıgının laçe keng taşa yapışınla, bu daraxtga yaqinlashmanglar, yani meyvesini yemanglar degan oyati Ademni sınaş uchundir. Bu daraxtning qandaq daraxt ekanligida olimlar ixtiloflashib qoldi. Ba'zilar bu daraxtni üzüm daraxti dedi, ba'zilar bug'doy dedi va ba'zilar xurmo yoki anjur daraxti va yoki qandaq kishi uningdan yeb qolsa cho'ng tahoratni keltiradigan daraxt dedi. U mevani farishtalar yeydigan daraxt deganlarmi bor. İmam Abu Ja'far İbn Jarir mundaq dedi. Bu so'zlarning eng to'g'risi shuki, Alloh Taala Odam va ayolini jannatning daraxtlaridan ma'lum birining mevasini yeyishdan to'sdi. Lekin ular uningdan yedi. Bizda u daraxtning qaysi daraxt ekanligida yetarli ma'lumot yo'q. Chunki Alloh Qur'onda yoki hadisda u daraxtning qaysi daraxt ekanligiga aniq dalil ko'rsatmadi. U daraxt bug'doy yoki üzüm daraxti yoki anjur daraxti va yoki boshqa daraxtlardan bir daraxt bo'lishi mumkin. Uning qaysi daraxt ekanligini bilish unchalik muhim emas. Bu fikrni Imom Rodi va boshqalarmi to'g'ri deb qaradi. Adem alayhissalomning bo'yining egiz ekanligi. İbn Abu Hatem Ubay ibn Ka'bdan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shubhisizki Alloh Taala Adem alayhissalomni egiz o'sgan xurmo daraxtiga o'xshash beshida chechi nihoyat jiq, egiz bir kishi qilib yaratdi. Cheklangan daraxtning mevasini tetishi hamon Adem alayhissalomning uchisidan kiyimlari tushib ketib, avrat joyi eng baldir ichilib qoldi. Adem alayhissalom buni ko'rgan hamon jannatning ichida ishtinining beg'ini ching'itishga boshladi. Shu chaqda uning chechini bir daraxt ilib oldi. U chechini daraxtdan tortdi. Alloh Taala, ey Adem, mendan qochma deb chaqirdi. U Rahman Taalaning so'zini anglab, ey Robbim, qochqinim yo'q, lekin hayo qilish yuzidan shunda qilyapman deb javob berdi. Adem alayhissalomning jannatda kunduzi azroq turganligi. Hakim İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Asr namozi bilan kun o'ltirish oraliqidagi muddat ichida Adem alayhissalom jannatda turgan. Abu Hatem İbn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Adem alayhissalom Makka bilan Taifning oraliqidagi Dahna degan joyga tushirildi. Hasan Basri mundaq deydi. Adem alayhissalom Hindistonga, Havvo onamiz Jiddiga, Iblis Basradagi Badas Timsonga va Yilan Ispahan degan yerga tushirildi. İmam Muslim va Nasai Abu Hurayradan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Dunyodagi kunlarning eng yaxshisi juma kunidir. Chunki Odam u kunda yaratildi. U kunda jannatga kirdi va u kunda jannatdan chiqarildi. Shak va uningga berilgan javob. Ko'plagan olimlarning degandek, Odam alayhissalom chiqarib o'tilgan jannat osmonda bo'ladigan bo'lsa, iblis qandoq bo'lib jannatga kira oladi? Birinchi javob. Bu savolni jannat osmonda emas, balki zaminda degan kishilarmi dalil qildi. İblisning jannatga qandoq kirganligi to'g'risida qo'yilgan savolga olimlar ko'plagan javoblarni berdi. O javoblarning ba'zilarida iblis jannatga hurmat bilan kirishdan to'salgan, ammo o'g'irliqcha va xor holatda, ya'ni
kütüp ilinmisimu kirishdan to'solmagan deyilgan. Shuning uchun ba'zi olimlar yuqorqi ko'z qarashni o'tirib qo'ygan. Tavratdami shu mazmun bayon qilingan. İblis jannatga yilonning og'zi orqali kirgan. Bir turkum olimlar yana mundaq deydi. İblis Adem bilan Havvoga jannatning eshigining sirtida turib vasvas qilgan bo'lishi mumkin. Ba'zi olimlar mundaq deydi. U ikkisi osmonda bo'lsa-mu, iblis zaminda turib, u ikkisini vasvas qilgan bo'lishi mumkin. Adem Rabbidan bir qancha so'z ta'lim oldi. Ya'ni gunohining kechirilishi uchun o'qiydigan duo uningga ilhom orqali bildirildi. Allah uning tavbasini qabul qildi. Allah haqiqatan tavbani bakma qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Adem aleyhisselamның qilgan tavbasi ve duası. Allah Teala'nın Adem Rabbidan bir qancha söz ta'lim oldi degan oyatidan Allah Teala'nın ula Rabbimiz biz özümüzge özümüz zulm qildik. Agar sen bizga mag'firat qilmasang, bizga rahim qilmasang, biz cho'qim ziyon tortquchilardan bo'lamiz dedi. Degan oyati ko'zda tutilganligi. Mujahid, Said ibn Jubayr, Abu Aliya, Rabi ibn Anas, Hasan, Qatada, Muhammad ibn Ka'b, Qurayzi, Khalid ibn Ma'idan, Ata Khurasani, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam qatorliqlardan rivoyat qilindi. Suddi bu ayet haqida İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Adem aleyhisselam ey Rabbim sen meni öz qo'ling bilan yaratmaganmiding deganda Allah tarafidan shundaq deb javob berildi. Adem yana sen bana o'zingning ruhidan puvlab jon kirgizmedingmi deydi. Onunğa yana shundaq deb javob berildi. Men tush ko'rganda Allah sana rahmat qilsin dedim. Rahmetin ochchig'ingdan burun bo'ldimi dedi. Onunğa yana shundaq deb javob berildi. Sen bana bu ishni, ya'ni daraxtdan yeb qilishimni yozmadingmi dedi. Onunğa yana shundaq deb javob berildi. Agar men xato qilgan ishimga tavba qilsam, sen meni jannatga qaytaramsan dedi. Onunğa yana shundaq deb javob berildi. Allah haqiqatan tavbani bakma qabul qilguchidir. Bandalarga nihoyat mehribondir. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ular, ya'ni tavba qilguchilar Allah'ның öz bandalarının tavbasini qabul qilganligini bilmamdi. Kimki birer yomonlik yoki o'ziga birer zulm qilib qo'yib, ondan Allohdan mag'firat talab qilsa, u Allohning mag'firat qilguchi nihoyat mehribon ekanligini ko'rdi. Kimiki gunohlariga tavba qiladigan va amalini tuzaydigan, u Allohga yuzlangan bo'ladi. Ya'ni Allah uning tavbasini qabul qilib, uningdan rozi bo'ladi. Bu oyatlar va buningdan boshqa nurg'un oyatlar Allah Teala'nın gunohlarini kechirguchi va tavba qilgan kishining tavbasini qabul qilguchi zot ekanligini tushuntirdi. Bu Allah Teala'nın bandalariga qilgan rahmatidir. Allah'tan başqa gunohlarni kechirguchi va rahmat qilguchi zot yo'qdir. Allah Teala Adem aleyhisselamni, ayolini va iblisni jannatin yerga tushirganda ularni ogohlantirgan narsadan xabar berib mundaq deydi. Ularga hammanglar bu yerdan tushinglar. Sizlarga men tarafdan bir yo'l ko'rsatkichi, ya'ni payg'ambar keldi. Yo'limga ergashganlarga oxiratda qo'rqinch va g'am qayg'u bo'lmaydi dedik. Kafirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir.
ular do'zaxda mangu qoladi. Alloh taolo bu haqda mundaq deydi: sizlar hammanglar jannatdan ba'zinglarga dushman bo'lgan holda tushinglar. Agar sizlarga mening tarafimdan hidoyat kelsa, kimki mening hidoyatimga ergashsa, u azmaydi va oxiratda shaqiy bo'lmaydi. Ibn Abbos mundaq deydi: dunyoda izib ketmaydi, ham oxiratda baxtsiz bo'lmaydi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: kimki mening zikrimdan yuz o'riydi ekan, uning hayoti tar, ya'ni xotirjamsiz bo'ladi. Qiyomat kuni uni biz ko'r qo'piramiz. Shunga Alloh taolo mundaq degan: kofirlar va bizning oyatlarimizni inkor qilganlar ahli do'zaxdir, ular do'zaxda mangu qoladi. Ey Isroil avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar. Menga bergan iymon etish va taat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Menmi sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Mendan qo'rqinglar. Men nozil qilgan Tavratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Oyatlarimni arzon bahoda setib etmanglar. Menga taqvodorlik qilinglar. İsrail avlodini islomga kirishga rag'batlantirish. Alloh İsrail avlodini islomga kirishga va Muhammad alayhissalomga ergashishga buyurdi. Bu buyruq ularning bovisi Alloh taolaning payg'ambari Yaqub alayhissalomni asiltish uchun bo'ldi. Ma'nisi: ey Allohga bo'ysunuvchi yaxshi bandaning bolalari, sizlar haqiqatga ergashishga dadanglardek bo'linglar. İsrail degan so'zning Yaqub alayhissalomning laqabi ekanligi. Abu Davud rivoyat qilgan hadisning paktiga asoslanganda İsrail degan Yaqub alayhissalomdir. Abdullah ibn Abbas mundaq deydi: bir turkum Yahudiylar payg'ambar alayhissalomning yoniga keldi. Payg'ambar alayhissalom ulardan: sizlar İsrailning Yaqub ekanligini bilamsizlar deb so'radi. Ular ha deb javob berdi. Payg'ambar alayhissalom: ey Alloh bunga guvoh bo'lgan dedi. İmam Tabari Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi: İsrail degan so'z Alloh taolaning bandisi degan so'zga o'xshash. Ya'ni İsrail deganning ma'nosi Alloh taolaning bandisi degan bo'ladi. Alloh taolaning Yahudilarga bergan ne'matlari. Mujahid Alloh taolaning ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matimni yod etinglar degan oyatining ma'nosi haqida mundaq deydi: Alloh taolaning Yahudilarga bergan tilga ilingan va tilga ilinmagan ne'mati bo'lsa, Alloh taolaning ularga toshdan buloq chiqarib berishi va taranjibin bilan bo'dinni tushirib berganligi va ularni Fir'avn jamoatidan qul qilishdan qutqazganligidir. Abu Aliya mundaq deydi: Alloh taolaning ularga bergan ne'mati bo'lsa, ularning ichidan payg'ambar chiqarganligi va ularga kitoblarni tushirganligidir. Kitoblar tushirganligidir. Ibn Kathir mundaq deydi: bu Musa alayhissalomning ularga: ey qavmim, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Alloh o'z vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliq keltirdi. Sizlardan podshoh qildi. Ya'ni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'ttirisidan yo'l ichib berish, bulutlarni soyvan qilib berish, osmondan yemek tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi degan oyati bilan o'xshashdir. Muhammad ibn Ishaq Alloh taolaning ey İsrail avlodi, mening sizlarga bergan ne'matlarimni yod etinglar degan oyati to'g'risida Ibn Abbos radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi:
Allah Teala sizlarning boğularinglarni Fir'avn ve onun adamlardan qutuldirganda ularga bergan ne'matini eslanglar. Yahudilarning bergan ahdisini eslitish. Mana bergan iymon etish va taat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar. Men sizlarga qilgan savob berish haqidagi va'damga vafo qilaman. Ya'ni Alloh taolaning payg'ambari Muhammad alayhissalom sizlarga payg'ambar bo'lib kelganda, uning payg'ambarligiga sizlardan ahd olgan edik. Agar sizlar uning ergashsanglar, sizlarning buzg'unchilik qilgan gunohinglar uchun bo'yninglarga silingan kishanlarni ilib tashlaymiz. Shu orqali sizlarga bergan va'damni o'rinlayman. Hasan Basri mundaq deydi. Bu oyatning mazmuni yuqoridagi oyatning mazmuniga o'xshab ketadi. Shubhisizki Alloh Isroil avlodidan mahkam ahd oldi. Ularning orasidan, ya'ni 12 aymoqning har biridan 12 boshliqni kepillik uchun jabbarlarga, ya'ni amalikalarga avatdiq. Hamda Alloh, men sizlarga yordam beraman ey Isroil avlodi. Alloh bilan qasamki, agar sizlar namozni ta'dil arkon bilan o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qardi hasana bersanglar, ya'ni Allohning yo'lida pul melinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimiki amr qilgan narsalarimni inkor qiladigan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozgan bo'ladi dedi. Ba'zi olimlar bu oyat haqida mundaq deydi. Alloh taolaning Tavratda ulardan olgan ahdisi bo'lsa, Allah qisqa muddat ichida Ismoilning naslidan hamma kishini o'ziga bo'ysundiradigan katta bir payg'ambar avatidi. U katta payg'ambar bo'lsa Muhammad alayhissalomdir. Kim uningga ergashsa, Alloh uning gunohini kechirib etib, jannatga kirgizdi, uningga qo'sh ajr berdi. Imom Rodi kitobida ilgirki payg'ambarlardan payg'ambar alayhissalomga oid nurg'unlagan xush xabarlarni bayon qildi. Abu Aliya Alloh taolaning menga bergan iymon etish va taat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar degan oyat haqida mundaq deydi. Alloh taolaning bandalariga qilgan ahdisi islom dinidir va uningga ergashishdir. Zahhak Alloh taolaning menga bergan iymon etish va taat ibodat qilish haqidagi va'danglarga vafo qilinglar degan oyat haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Shundaq qilsanglar, men sizlardan rozi bo'laman va sizlarni jannatga kirgizaman. Suddi, Zahhak, Abu Aliya va Rabi ibn Anas qatorliqlarmi bu oyatning mazmuni haqida Ibn Abbasga o'xshash bayon qildi. Abu Aliya, Suddi, Rabi ibn Anas va qatorliqlar Alloh taolaning mendan qo'rqinglar degan oyati to'g'risida mundaq deydi. Mendan qo'rquvchilardan bo'linglar. Mendan qo'rquvchilardan bo'linglar. Bu oyatning mazmuni haqida Ibn Abbas mundaq deydi. Sizlar biladigan, sizlarning ota bo'g'inlaringlarning suratini o'zgartib etish va uningdan boshqa azoblarning sizlarga kelib qolishdan qo'rqinglar. Yuqorida ularni islom diniga kirishga rag'batlantirib, bu yerda qo'rqitishga boshlashi Qur'onning o'ziga xos uslublaridan biridir. Bu ularning haqiqatga qaytib Alloh taolaning payg'ambari Muhammad alayhissalomga ergashish, Qur'onda to'salgan ishlarni yenib, nasihatlarni qabul qilish va buyurgan buyruqlarga bo'ysunib, uningda kelgan xabarlarga ishinib qolarmikin deganlik uchundir.
Allah Teala xalagan kishini to'g'ri yo'lga boshlaydi. Men nazil qilgan Tevratni tasdiq qilguvchi Qur'onga iymon keltiringlar. Ya'ni Arablarning ichidan chiqqan savodsiz payg'ambarga nazil qilingan xo'sh bishorat beradigan, oxiratning azobidan qo'rqitadigan va to'g'ri yo'lni ko'rsatib beradigan, Allah tarafidan kelgan haqiqatni o'z ichiga olgan, o'zidan burun kelgan Tevrat va Injillarni tasdiqlovchi Qur'onga ishoninglar. Abu Aliya yuqorqi oyatning ma'nosi haqida mundaq deydi. Allah aytdiki, ey kitob berilgan kishilar, Yahudi va Nasoralar, sizlarga berilgan Tevrat va Injilni tasdiq qilguvchi bo'lib tushirilgan, sizlarga berilgan Tevrat, Injilni tasdiq qilguvchi bo'lib tushirilgan Qur'onga ishoninglar. Chunki Yahudi va Nasoralar qo'llaridagi Tevrat va Injilda payg'ambar alayhisalomning sifatlari yozilganligini biladi. Mujahid, Rabi ibn Anas radiyallohu anhu va Qatada qatorliqlarni bu oyatning mazmuni haqida Abu Aliyaga o'xshash bayon qildi. Qur'onni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Bu oyatning mazmuni haqida Ibn Abbos mundaq deydi. Sizlar, ya'ni kitob berilgan kishilar, payg'ambar Muhammad alayhisalomni birinchi bo'lib inkor qilguvchi bo'lmanglar. Sizlar u to'g'riliq boshqalar bilmaganini bilasizlar. Abu Aliya bu oyat haqida mundaq deydi. Sizlar, ya'ni kitob berilgan kishilar, uning payg'ambar alayhisalomning payg'ambar qilinib avatildiganligini anglab bo'lib, kitob berilgan kishilarning ichidan birinchi bo'lib kofir bo'lmanglar. Kitob berilgan kishilarning ichidan birinchi bo'lib deyishning sababi payg'ambar alayhisalomni bulardan burun nurg'unlagan Quraysh kofirlarining inkor qilganligi uchundir. Madinada yashaydigan Yahudilar İsrail avlodining kitob berilganlarning ichidan birinchi bo'lib Qur'on va payg'ambar alayhisalomga ishonishga chaqirilgan kishilardir. Ular Qur'onga va payg'ambar alayhisalomga İsrail avlodining ichidan birinchi bo'lib ishonmaganlar hisoblanadi. Ko'plagan olimlar bu ko'z qarashni to'g'ri deb qaraydi. Oyatlarimizni arzon bahoda setib etmanglar. Ya'ni sizlar mening oyatlarimga va men avatgan elchiga payg'ambar alayhisalomga ishonishni dunyo va uning lazzatiga tegishib etmanglar. Chunki dunyo degan oxiratda yaxshi kishilarga beriladigan mukofotlar qaraganda nihoyat oz va tugib ketadigan narsadir. Mangli taqvodorlik qilinglar. Ibn Abu Hatim bu oyatning mazmuni haqida Talaq ibn Habibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Taqvolik deganlik Allah tarafidan berilgan hidoyatning ustida turib, Allah Taolaning rahmatini umid qilib, uningga bo'ysunish va Allah Taolaning azobidan qo'rqib, uningdan osiylik qilishdan saqlanishdir. Ular haqni yoshirib, botilni oshkor qilish orqali payg'ambar alayhisalom bilan qarshilashishni maqsad qilganlik uchun Allah Taala bu oyatda ularni do'zax azoblari bilan qo'rqitdi. Alhamdulillah, Alloh shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah. Yuqorida anglaganinglar Baqara surasi tafsirininki 41-oyatgacha bo'ldi. Oxirini keyingi o'qishimizda davomli anglaysizlar inshaalloh. Va oxiri da'vana alhamdulillahi robbil alamin.